Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, kuzatayotganingiz mikrofon sizniki podkastda. Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimizda favqulodda vaziyatlarda qanday to'g'ri harakatlanish qoidalari haqida gaplashamiz. Bizda soha mutaxassislari bor. Odilbek Mirkamolov Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti bo'lim boshlig'i. Navbahor Nazarova Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti professori. Ko'pchilik holatlarda barchamizga sir emas, fuqarolarimiz, o'z yurtdoshlarimiz, o'zimiz ham favqulodda holatlarda bir nima desak bo'ladi, boshqacha bir jarayonga tushib qolamiz va qo'rquv hissi birinchi o'rinda bizda bo'lib qoladi. Aniq aytish kerak, nima qilish kerakligini bilmay qolamiz. Va umuman olganda mana shunday favqulodda vaziyatlarda qanday yo'l tutishimiz kerak va nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Ko'pchilik holatlarda biz sarosimaga tushib qolamiz. Har bir aholi o'zi sodir bo'lgan har bir favqulodda vaziyatda o'zini yo'qotadi. Birinchi bu narsa qo'rquv. Chunki har doim bilamiz, zilzila yoki yong'in yoki bo'lmasa boshqa favqulodda vaziyatlarda yoki yo'l transport hodisalari bor, o'zini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni o'zini hayot maromida ma'lum bir o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ana shunday vaziyatlarga aholi har doim o'zini tayyorlab borish kerak. Endi bu bilamiz, yong'in ham hech kim o'zini uyida yong'in bo'lsin demaydi yoki o'zini ishxonasida yoki boshqa joyda yong'in bo'lsin demaydi. Yoki hech qaysi bir inson borki, o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi mana shu vaqtda yoki mana vaqtda zilzila bo'ladi, hech kim o'zi kafolatlanmaydi, hech kim bilmaydi bu narsani. Shuning uchun bu narsani insonlarni tayyorlash borasida biz shu favqulodda vazirligi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Endi bular qatorida bizlarning o'sha institutimizda favqulodda vaziyat simulyatsiya markazi. Aynan barcha turdagi favqulodda vaziyatlarni shu real favqulodda vaziyatlarga yaqinlashtirgan holda turli simulyator o'sha qurilmalar, trenajyorlari, 3D ochkilar orqali ularga real ko'rsatib beramiz. Ya'ni bu degan nima degani? Agar o'sha inson o'sha narsani o'zida his qilib ko'rsa, keyingi sodir bo'lgan favqulodda vaziyatda o'zini ancha to'g'ri harakat qilishga o'zi tayyor bo'ladi. Ya'ni birdaniga ko'z oldida shunaqa favqulodda vaziyat bo'lsa, demak, unda o'sha ko'nikma bor. Men mana bunaqa joyda mana bunaqa ishlarni qilishim kerak, mana bunaqa ishlarni amalga oshirishim kerak deb, boyagi hayajon unda juda sal kamroq bo'ladi va o'sha to'g'ri harakatlarni amalga oshirish uchun tezroq bo'ladi. Xuddi shunaqa bizdagi o'sha barcha turdagi yong'inlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha o'qitamiz. Zilziladan oldin nima qilish kerak har bir fuqaro? Zilzila vaqtida nima qilish kerak? Zilziladan so'ng yana nima qilish kerak? Shu o'rinda savol tug'iladi. Mana zilzila deyapmiz, bizni o'z eng xavfli seysmik hududimiz qayerda joylashgan? Har bitta O'zbekiston Respublikasi hududining har bir joylari, har bir hududlari 9 balli, 8 balli, 7 balli, 6 balli zilzilalar sodir bo'lish ehtimoli mavjud hududlarga ajratilgan. Savol tug'iladi-da, mana 7 ball, 9 ball deyapsiz. Va agar unaqa bo'lmasin, bo'lishni ham istamaymiz, unaqa 9 ballik yerlar qimirlamasin. Bizni binolarimiz necha ballik tizimga javob bera oladi? O'zi necha balldan keyin o'zi xavfli chegara hisoblanadi? Bino inshootlar 9 ballga mo'ljallab quriladi o'zi. 9 ballga. Bitta ikkita ball mustahkamligi, yuqorilik darajasi bilan o'zi loyihalashtiriladi bino inshootlarning qurilishida. Va men aytmoqchiman, Yoki qurilish kerak. Ha, talab shunaqa. Talab shunaqa, qurilish kerak. 7 ballik hududimizda 7 ballik emas, 8 ball, 9 ballga javob bera oladigan standartda qurilishi kerak. Talab shunaqa qo'yiladi. Va o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu yerda mana hozir yuqorida aytdingiz, qaysi hududlarimiz seysmik faol deb. O'zbekiston Respublikasini 70% ga yaqin hududi seysmik faol hisoblanadi. 70%. Demak, zilzila bizni mintaqamiz uchun xos. Xos. Ha, zilzila bizning mintaqamiz uchun xos hudud. Masalan, aytishimiz mumkin, bizning vodiy viloyatlarimiz, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Jizzax, Samarqand viloyatlari nisbatan seysmik faol. Qoraqalpog'iston Respublikasini aytishimiz mumkin, Buxoro, Navoiy viloyatining ma'lum hududlari nisbatan barqaror hududlar bo'lib hisoblanadi. Seysmik xavflilik darajasi bo'yicha. Zilzila shunaqa xususiyati borki, zilzila nafaqat tabiiy hodisa hisoblanadi, favqulodda vaziyat hisoblanadi. Zilzila o'zi bilan aholi zich bo'lgandan keyin u yerda ishlab chiqarish ham ko'p, sanoat korxonalari ham ko'p. O'zi bilan bevosita texnogenni ham boshlab keladi. Shunisiga ham tayyor turishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu hech qanday aholi orasida bir vahimaga sabab bo'lmasligi kerak. Chunki har qanday favqulodda vaziyatlarda biz qutqaruvchilarda shunaqa nimamiz bor, nazariyaga asoslanadi. Har qanday favqulodda vaziyat sodir bo'lmasin, tayyorgarligi bor inson bunday favqulodda vaziyatlarda 70-80% gacha qarshi tura oladi. O'zi umuman mana favqulodda holatda
oldindan bilish ko'rsatkichlarimiz, prognozlarimiz qanaqa? Misol uchun va qanaqadir programmalar deymizmi, dasturlar deymizmi, bizda bormi oldindan favqulodda holatni bilishimiz uchun? Masalan, yer qimirlashida. Yer qimirlashida Buni oldindan aytib bo'lmaydimi yoki? yo'q, hozir butun o'sha rivojlangan davlatlarda ham aytadi ma'lum daqiqalar oldida. Shu daqiqalardan oldin aytilayotgan xabar sizning telefoningizga keladi. Shuni ham programmalashtirilganligi uchun telefoningizga tushadi. Lekin bu ma'lum daqiqalar ma'lum bir chora-tadbirlarni bajarishda juda kamlik qiladi-da. Juda kamlik qiladi. Biza asosan bunda o'sha sanoat korxonalarida bu o'chirish, avariyalarni oldini olishda avtomatlashtirib qo'yilgan tadbirlar bilan ma'lum bir yong'inlarni, texnogen xavflarni oldini olishga bu ham bizning natijamiz. Butun o'sha dunyoda seysmik xavfsizlik bo'yicha hali buni oldindan aytish muddatini ustida ishlayapti olimlar, lekin bu hali aholini ma'lum bir chora-tadbirni qo'llash darajasida yetadigan vaqt darajasida hali emas. Juda kam muddatda yaqin qolganda zilzila prognozlarida 5 daqiqada boshqada qolganda biz xabar bera olamiz. Undan ortig'iga nafaqat O'zbekiston, o'sha eng seysmik faol hudud bo'lgan Yaponiyada ham xuddi shunaqa metodikada asosda ish olib borishadi. Navbahor opa, mana rivojlangan mamlakatlarga borganimizda, xonadonlariga borganimda ko'rardim-da. Mana shunaqa favqulodda vaziyatlarda tayyorgarlik ko'rib qo'yishganda, o'sha chemodanlarida qanchadir miqdorda oziq-ovqat zaxiralarini shakllantirib qo'ygan favqulodda holat. So'raganman, nimaga desa, bu bizda majburiy qilinadi. Har bitta xonadonda turish kerak, tekshiriladi. Bizda ham shunaqa tizim bormi? Shunda yotoqxonalar yasashga. Ha, yotoqxonalar hattoki o'sha zilzila holatida O'zini himoyalaydigan. himoyalab tushib qolib, ichida qolib ketadi, temir bo'ladi, talafot ko'rmaydi. Aytamiz, eng kamida uyda mebellarni qotirib qo'yish kerak deb, lekin biz unga ahamiyat bermaymiz. Haqiqatda bermaymiz. Qandillar mana shunaqa narsa voqea bo'lgan. Qizchani o'sha yotoqxonasini ustida katta qandil qotirib qo'yishgan. Bu mustahkam qotirilmagan va mana shunaqa kichik silkinishlarda ham talofatlar bor-da. Biz mana hozir katta silkinishlarda talofatni emas, kichik silkinishlardan ham yurak qon tomir xuruji bilan больницаga tushadigan yoki talofat oladigan yoki jarohat oladigan vaziyatlar kuzatiladi-da. O'sha qizchani yotoqxonasidagi tepasida katta qandil va mustahkam qotirilmagan bo'lgan va kichik yer silkinishida ham bu qandil to'g'ri qizchani jarohatlaydi, ustida qulaydi va qizchani jarohatlaydi. O'sha xona jihozlash qoidalariga ham amal qilmaymiz ba'zida. O'sha nostrukturaviy taftishlar deymiz. Bola yotoqxonasida o'zi katta qandil ham o'zi juda ehtiyojli holat emas. To'g'ri maqsadga muvofiq emas. Biz ham masalan aytamiz, hozir strukturaviy mustahkam qurilish kerak, zilzilaga bardoshlimi degan savol ko'p aholimizni qiziqtiradi. Vaholanki binoni ichidagi nostrukturaviy tahdidlar ham yetarligina-da. Mana shu qandillardan, mana televizordan yoki javonlardan ularni qotirib, mustahkamlab, oldindan o'sha nima qilsak, talofatni nisbatan kamaytirgan bo'lamiz. Shularga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va o'sha suv zaxirasi, oziq-ovqat zaxirasi, bizda uni ro'yxati bor. Eng kamida qanday narsalarni, demak, zaxirasini saqlashimiz kerakligi, bu yerda oziq-ovqat, o'sha gigiyena vositalari va shuning bilan birgalikda shaxsiy o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari doim aniq joyda va bir zudlik bilan olib chiqib ketilishda qulay joyda xonadonda joylashtirish kerakligi bo'yicha aytishimiz, aholimiz bu bo'yicha bilishi kerak. Qutqaruvchilarimizning malakasi qay darajada va biz adashmasam ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qolgandim, katta yirik talofatlar ko'rilganda o'zbek qutqaruvchilaridan ham yordam so'ralgan holatlar bo'ldi. Xorijiy mamlakatlarga borib, albatta, mana shu qidiruv-qutqaruv ishlarini amalga oshirishdi. Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tib Xo'p, bo'ladi. Bu bo'yicha birinchi navbatda men davlatimiz tomonidan bu sohaga qaratilayotgan e'tiborni bu yerda ta'kidlab o'tishim kerak. Bugun xorij davlatlaridan kam bo'lmagan darajada bizada moddiy texnik ta'minotimiz masalasi, qutqaruvchilarimizni malakasini oshirish masalasi, ularni kompetensiyasini ta'minlab berish masalasiga juda katta e'tibor qaratiladi va kuni kecha xabarlaringiz bo'lgan bo'lsa, yanada tizimni isloh qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida taqdimot bo'ldi. Bu sohani yanada sifat ko'rsatkichini oshirish masalasi bo'yicha, demak, Prezidentimiz huzurida rahbariyatimiz taqdimot qilishdi va Prezidentimiz tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlandi. Yanada bu sohada o'sha aholini xavfsizligi masalasida bugungi kundagi ularni ijtimoiy, iqtisodiy farovonligi yo'lida
rivojlanishimiz uchun prezidentimiz yanada qo'llab-quvvatlab bizani islohotlarda o'zlarini bir qator tavsiyalarini ham berdilar. Kelajakda yanada rivojlanamiz. Ya'ni har bir chekka hududgacha qamrab olamiz. Endi bizada shunaqa tizim bo'ladiki, biza faqat shu paytgacha davlat idorasida ishlaydigan idora korxona rahbarlari, mutaxassislarini malakasiga e'tibor berilardi-da, ular orqali ish bilan band bo'lmagan aholini, ya'ni hokimiyatlar orqali ish bilan band bo'lmagan aholini qamrab olish masalalari nazarda tutilganda, endi mahallalargacha biza tushyapmiz. Mahallalargacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari faoliyatini olib boradi. Bu nimaga olib keladi? Eng o'sha ish bilan band bo'lmagan aholimizgacha, aytishim kerak, nogironligi bo'lgan shaxslar masalalarigacha e'tibor qaratilyapti. Qutqaruvchilarning malakasini oshirish bo'yicha bizada Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida kursantlarimiz tayyorlanadi. Birinchi bosqichi Shahrisabz Temurbeklar maktabida bizada 9-sinfdan qabul qilinadi. Bu kasbga qiziquvchilar tanlov asosida tanlab olinadi va buni litsenziyamizni tugatgan o'quvchilarimiz bevosita Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida, demak, kursant bo'lish imkoniyatlari bor ularning. Savolimiz qolib ketyapti Odilbek aka va savolga to'liq javob berishingizni iltimos qilardim. Bizni qutqaruvchilar xalqaro tajribada mana shu xalqaro qidiruv qutqaruv ishlarida ham amalga oshirishda ishtirok etishdi va shundan misol keltira olasizmi? Shulardan Tajriba oshishiga sabab bo'ladi adashmasam. misol uchun oddiy misol biri Turkiyada sodir bo'lgan zilzila. Turkiyada sodir bo'lgan zilzilada bizni o'sha 100 dan ortiq qutqaruvchilarimiz tomonidan bir qator shu Turkiya davlatidagi bir qator hududlarda qidiruv qutqaruv ishlari amalga oshirib, ularda o'sha joylarda ba'zi bir insonlarni hayotini saqlab qolishgacha topildi. Undan tashqari boshqa amaliy yordamda ham ko'rsatildi. Faqat bu joyda ham ko'p bor o'sha televideniya orqali ham bu narsalar ko'rsatildi. Bizni qutqaruvchilarimizdan asosiy, ya'ni shu barcha davlatlardan kelgan qutqaruvchilar ichida O'zbekiston Respublikasidan borgan qutqaruvchilarni o'sha faolligi, ulardan boshqa davlatlarning qutqaruvchilariga nisbatan borib har bir hududda hamda ular u joylardan o'sha insonlarni qutqarishda faollik bo'lganligi. Undan tashqari bizning o'sha kinologiya xizmatidagi katta yutuqlarimiz, ya'ni kinologiya xizmati deymiz, o'sha maxsus qidiruv qutqaruv itlarimizlarda orqali ham biz katta yutuqlarga erishib kelganligi oddiy misol qilib aytishimiz mumkin. O'sha endi Turkiyada bo'lgan zilzila oqibatida ham bizning o'sha qutqaruvchilar boshqa davlatlar qutqaruvchilariga nisbatan ko'proq insonlarni o'sha qutqarib qolishganligi, insonlar hayotini saqlab qolish deganda o'sha yerdagi insonlarda ichkarida qolganlarini ham, undan tashqari bilamiz, halok bo'lganlari ham bo'lgan. O'sha halok bo'lganlarni ham ko'plab halok bo'lganlarni ham qidirib topib, ularni olib chiqib o'zlarining egalariga topshirishda ham katta o'sha tashabbus ko'rsatishgan. Endi boyaga aytganingizdek, o'sha qutqaruvchilarimizni malakasini oshirish bu to'xtab qolmaydi. Har kuni bu narsa davom etadi va o'sha malakali nazariy bilimlari ham o'sha har 3 yilda bir o'zimizning Samarqandda boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirish markazimiz bor alohida. U joyda ham doimiy amalga oshirib boriladi. Undan tashqari o'zi har bitta o'sha qutqaruvchimizni o'zini qutqaruv xizmat joyi bor. O'sha xizmat joyida ham har kuni xizmat davomida mashg'ulotlari bor. Ya'ni qanaqa qutqaruv, yangi turdagi qutqaruv yo'nalishlari, yangi moddiy texnik baza bilan ta'minlash ularni qanday ishlatish tartib-qoidalari hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa favqulodda vaziyatlarni ham ularga ko'rsatib, u joyda qutqaruvchilarni amalga oshirish texnikalari, texnologiyalari, yangi asos-uskunalarni qanaqa ishlatishligigacha hammasi o'rgatib boriladi. Undan tashqari o'sha boyaga aytib o'tganimdek, har 3 yilda u malakasini oshirish ham u yerda yana ham o'sha professor o'qituvchilar tomonidan yana ham ularning bilimlarini mustahkamlanib, o'zlari amaliyot bilan chambarchas bog'liq doimiy o'sha xizmatlarni olib borishadi. Yana bitta faktni aytib o'tish kerak. Qutqaruvchilarimiz xalqaro darajada tashkil etiladigan musobaqalarda doimiy ravishda g'oliblar qatorida. Buni o'zi ham, demak, bugun bizning qutqaruvchilarimiz malakali, professional qutqaruvchi ekanligini bir misoli, vaziyatlarga tayyor, har qanday favqulodda vaziyatda yordamga tayyor qutqaruvchilar ekanligini dalolat beradi. O'zi umuman olganda qanday holatda Favqulodda vaziyatlar vazirligi chaqiriladi? Biz ko'ramiz,
ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada ko'rib qolamiz. Eshigi buzilib qolsa ham chaqirgan holatlarni ko'rganmiz. O'zi qanaqa holatlarda chaqirilishi kerak? eng Va ya kichigidan buni kattasiga. aksi, boya suhbatimizdan oldin ham aytib o'tdim. Shunday holat bo'ldiki, bir bolakay panjaraga boshi tiqilib qolgan, onasi qayerga murojaat qilishni bilmayapti. Tez tibbiy yordam chaqirsammikin deyapti yoki ichki ishlarga murojaat qilsammikin deyapti. Bu yerda o'zi ma'lumoti bor odam qutqaruvchi chaqiradi. To'g'rimi? Qutqaruvchidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi harbiy xizmatchilari, o'sha xizmatchilari qutqaruvchi deb aytamiz. Ya'ni qutqaruvga muhtoj. Mana misol uchun boyaga aytib o'tdingiz, eshigi buzilib qoldi. Eshik buzilib qolib, agar ichkarida misol uchun bolasi qolib ketdi, bir o'zi hayoti misol uchun xavf ostida deb o'ylash mumkin. Misol uchun borib gazni ochib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki boshqa nimadir narsani o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Demak, uni hayoti xavf ostida qolgan. Ana shunaqa vaqtlarda misol uchun chaqirish yoki bo'lmaydigan bo'lsa, boya siz aytyapsiz, o'sha panjaraga o'sha bolani boshi tiqilib qolgan, lekin u nima qilishni bilmayapti. Bunaqa vaziyatlarda qutqaruvchilarimiz qutqaruvchi o'sha to'g'ridan to'g'ri favqulodda vazirligiga Raqamini ham aytib ketsangiz, Qisqa raqamlari bu raqamlari bilan 10-50 hozirda bilamiz yagonalashtiryapti bu narsa 112 qisqa raqam. Ya'ni shunga aytib o'zida bo'lgan holatda tezkorlik bilan yetkazish aholimiz tomonidan shu narsani tavsiya qilib qolardik. Endi boya aytib qutqaruv. Mana misol uchun oddiy misol tariqasida aytamiz, farzandi, kimdir farzandi daraxtga chiqdi, lekin tusha olmayapti. Lekin ota-ona o'zi ham chiqib olmaydi. Mana shunaqa vaziyat, oddiy misol shunaqa vaziyatdan misol tariqasida voyaga yetadigan qutqaruvga muhtoj. Har bir holatda biz har doim tayyor turamiz. Har doim o'sha shaxsiy tarkibimiz jangovar holatda. Fuqarolarning xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda eng katta muammo nima deb o'ylaysiz? Og'riqli muammo o'sha narsani odam o'zida his men bilan his qilib, bo'lmaydi degan his tushuncha qilib bor-da bizada. Bo'lmaydi-da. Bu narsa men bilan bo'lmaydi. Oddiy misol tariqasi biz sizga aytamiz. Mana oddiy misol, hozirgi kunda ko'p narsani elektronlashtirib tashlaymiz. Hamma narsa raqamlashtirish, undan tashqari hamma narsa o'zini o'zi ishlash. Mana misol uchun uyda isitish pechlarini olaylik yoki bo'lmaydigan bo'lsa, maxsus o'sha o'zimiz ehtiyojimizni qondirish uchun kir mashina deylik yoki bo'lsa boshqa anaqa dastgohlar, dazmollar yoki boshqa narsalar. Elektr qurilmalar. Elektr qurilmalar. Shularni o'ylaymiz, bizni buzilmaydi, bo'ldi, o'zi yaxshi narsa, yo'q zo'r. Shunaqa narsa borki, har bir texnika borki, u ma'lum bir vaqt o'tib buziladi. Yoki bo'lmaydigan bo'lsa, ma'lum bir o'sha texnologik jarayon buzilishi orqali unda qandaydir kichkina avariya sodir bo'ladi. Bu degani uje unda mana misol uchun texnika oladigan bo'lsak, oddiy dazmol deylik. Dazmolda agar qisqa tutashuv bo'ladigan bo'lsa, ichidagi simida, o'sha texnologik anaqasida buzilish bo'ladigan bo'lsa, u to'satdan olov chiqib ketadi. To'g'rimi? Biz nima qilamiz? Qo'rqamizda tashlab ketamiz. Bu nafaqat aholimizda, mana shu idoralarda ham biz ishlaymiz endi. Borganda idoralarda ham qog'ozda tekshirsa, qog'ozda ko'rsak, hammasi risoladagidek. A'lo darajada. A'lo darajada. Lekin biz o'quv mashqlari ham o'tkazib turamizda. Kompleks o'quv mashqlarimiz bor, maxsus taktik, qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari bor. Har bir kategoriya baholanadi, rahbar baholanadi, aholi baholanadi yoki mutaxassis baholanadi. O'zimizning talablarimiz bor. Shunda ko'rinib qoladi keyin. Qaysida Burchak tefalar. Shu joyda ko'rinib qoladi. Bo'sh tomonlarimiz, umuman xabarimiz yo'q. Shoshib qolishadi mutaxassislar, o'zi nima qilish kerak edi. Hatto mutaxassislarning o'zida malaka yetishmay qoladi-da shu paytlarda. O'sha uchun muammoli tomonimiz bir ishxonamizdan o'tkazilgan qanaqadir xavf signali, favqulodda holat degani biz o'tiravergandik. Nima qilishni kuni kecha bitta tadbirni o'tkazdik, biz yig'in signal, yong'in berdi. Diqqat barchaga signalni berdik. Diqqat barchaga signalni berganda binoda hech kim qolmasligi kerak-da. Massa to'liq ochiq maydonga chiqishi kerak. Keyin diqqat barchaga signalni bergandan keyin qarasak, Hammasiki. Chiqqan ham bor, chiqmagan ham bor, oynadan tomosha qilib turgan ham bor, boshqa ham bor. Bu nima bo'layotgan? Bu to'g'ri mashq, lekin mana shu mashqlarda chiniqsak, tushunchalarni mustahkamlab, ko'nikmalarni mustahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Qiynaladigan tomonimiz biz har doim shuning uchun profilaktik tadbirlarni doimiy kuchaytiraveramiz. Hozir mana Odilbek aytdilar, bugun axborot maydoni juda keng.
bugun uzundan uzoq o'sha nimalarni instruksiyalarni boshqalar bilan jalb qilish juda ham qiyin. Shu uchun biz qisqa roliklarda sun'iy intellektni qo'llash masalasini hozir raqamlashtirishni sohaga keng transformatsiya qilish masalalari bo'yicha ishlayapmizki, shu aholini eng kamida bugun internet tarmog'ida qancha qiziqish nimada bo'lsa, biz ham shunga moslashyapmiz. Navbahor opa, mana o'zingiz aytdingiz, sun'iy intellekt yoki dron texnologiyalari bu jarayonga qanday hissa qo'shmoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Afsuski bu shu paytgacha to'laqonli darajada emasdi. Sun'iy intellekt masalasi, raqamlashtirish masalasi bor, lekin kam foizda edi. Prezidentimiz tomonidan aynan mana shu masalalarni kuchaytirish bo'yicha tavsiyalarni berdilar. Bugungi kunda biz robototexnikani keng qo'llash masalasi, o'sha dronlardan foydalanish masalasi va profilaktik chora-tadbirlarda aholini favqulodda vaziyatlardan bartaraf etish masalasida sun'iy intellektni keng qo'llash masalasi bo'yicha kuni kecha topshiriqlar oldik va bu bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. Biroz avvalgi mavzuga ozgina qaytamiz, ya'ni o'sha tabiiy ofatlar masalasi. O'zi bizning mintaqamizga xos eng xavfli 3 ta deylik, balki 5 tadir, bilmayman. Balki 6 tadir. Balki 6 tadir. Eng xavfli o'sha tabiiy ofatlarimiz qaysilar va o'sha tabiiy ofatlar vaqtida qanday aniq chora ko'rishimiz kerak? Diqqat barchaga signal beradi. Diqqat barchaga 5-qavatdamiz lekin. Tanib olishimiz kerak, diqqat barchaga signalni uzun 3 ta gudok bo'ladi. Diqqat barchaga signali 50 tadan oshiq idora korxonalarning hammasida tuzilma tashkil qilingan bo'lishi kerak bo'ladi va ular 15 soatlik bu bo'yicha darslarda o'tgan bo'lishi kerak Hamma bo'ladi. tashkilotlarning binosida bormi shunda? Hamma binoda bo'lishi kerak bo'ladi, ha. 50 Savdo tadan kamida majmualari. bu bo'yicha hokimiyatga yuklatiladi vazifalar. 50 tadan idorasidagi xodim 50 tadan sonidan oshdiki, u yerda tuzilma tashkil qilishi, kim evakuatsiya chiziqlari bo'yicha harakatlanish, kim qutqaradi, kim tibbiy o'zimizda ham javobgar shaxslar bo'lishi kerak. o'zi o'sha idoraning xodimlarini o'zidan ham shakllantirilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki qutqaruvchilar kirib kelgungacha ham ma'lum vaqtdan yutqazamiz. O'sha birinchi uchun choralarni. xodimlarni o'zidan ham tayyorlab qo'yilish talabi bor va bu amalga oshirib kelinyapti. Eng bizada o'sha xavfliligi bo'yicha birinchi o'rinda zilzilani aytadigan bo'lsak, sel, suv toshqinlari, yong'inlar bor. Shuning bilan birgalikda texnik industrik favqulodda vaziyatlar, mavsumiylarimiz bor bizada. Bahor, kuz payti mana hozir boshlandi, qish mavsumiga kirib boryapmiz. Asosan botulizmdan aholimiz ko'proq banka mahsulotlaridan zaharlanib kasallanishadi yoki bahorga chiqqan yoki qishda yana shunaqa mavsumiy sodir bo'lish ehtimoli bor favqulodda vaziyatlardan is gazidan zaharlanish, chaqnashdan vafot etish holatlari bo'ladi. Yoki yozda chiqqanimizda sel, suv toshqinlari, cho'milish mavsumi, cho'kish bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar bo'ladi. Har qanday favqulodda vaziyatlarda ham o'sha oqilona to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Mana aholimiz soni ortib boryapti. Mana zilzilaga juda ko'p to'xtaldik. Ko'p qavatli binolarimiz soni ortishiga ham bu sabab bo'ladi. Mana shu ko'p qavatli binoda turuvchilar qanday choralar ko'rish kerak? Masalan, zilzila sodir bo'lgan holatda. Ko'p qavat Balki 16-qavatda turadigan yoki 9-qavatda turadiganlar nima qilish kerak? 9-qavatda turadigan, 16-qavatda turadiganlar albatta xonaning ichida xavfsiz hududlarni oldindan belgilash. Tusha olmaydi-da. Tusha olmaydi. Liftdan foydalanish taqiqlanadi. Zinapoyadan foydalanish mumkin. Zinalar Yoki parashyut birikkan yo'q. konstruksiyalar bo'ladi-da, zinalar. Zinalarning ham qulab ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Navbahor opa, mana xavfsiz hududga o'tish kerak deyapsiz-ku. 9-qavatda, misol mana hisoblaymiz, 9-qavatdamiz. Qaysi hududimiz xavfsiz hisoblanadi bu yerda? Burchakmi, qanaqa joy? Burchaklarimiz, ichki konstruksiyalarimizdagi bizada deraza tomon emas, derazaga qarama-qarshi ichki burchaklarimiz eng xavfsiz hududlar hisoblanadi va ko'p qavatli binolarda bu sanuzel deymiz. Yuvinish xonalari ham nisbatan seysmik barqaror hisoblanadi. Eng xavfsiz joy. Xavfsiz joy hisoblanadi. Ichki burchaklar. Aslo deraza oldi emas. Shu deraza. Yoki bo'lmagan bo'lsa shunaqalar termin bor, bilasizlar, yuk ko'taruvchi devorlar bor. Ya'ni bir xillarda beton plitalar. Yuk ko'taruvchi devorlar deganda Asosiy konstruksiyalar. asosiy binoning asosiy devorlari bo'ladi. Mana ora yopmalari emasda, mana misol uchun ikkita xonamizni bilsak, ikkita xonaning o'rtasidagi devor nima bo'ladi? Kichkina, ingichka deymizda, ingichkaroq bo'ladi. Lekin yuk ko'tarish devorlarimizda shu binoni asosiy yukini ko'tarib turgan. Mana shu joylardan eshiklarning o'sha kesaklarning teglari, mana shunday joylarimizda asosiy xavfsiz nuqtalar hisoblanadi. Ichki burchaklar. Ya'ni o'sha tashqi oyna devorlariga yaqin bo'lmasligimiz yoki
sinuvchi mebel jihozlarga yaqin bo'lmasligimiz, imkon qadar ichkaridagi gaz, suvlarni o'chirish tavsiya etiladi. Bu degani agar siz yotoqxonangizda yotgan bo'lsangiz, kirib oshxonaga borib gazni o'chirgin degani emas. Yoki borib turib o'sha joyga borib suvni o'chirgin degani emas. Agar siz o'sha suvni o'chirishga yaqin joydamisiz, o'chirib qo'ying shu joyda. Gazni o'chirishga yaqin joydamisiz, o'chirib qo'ying. Yoki elektr asboblarni o'chirishga yaqin joydamisiz, shuni o'chirib qo'ying. Bu ikkilamchi oqibatlarni oldini olishga chora bo'ladi. Sababchi bo'lasiz. Birinchi bir vahima bilan misol uchun dazmol qilib turibsiz, dazmolni shartta tashladingizda belgilangan joyga o'tib turibsiz, zilzila tugadi, zilziladan keyingi harakatingiz уже tashqi hududga chiqishingiz kerak. Tashqi hududga chiqib ketdingiz. Lekin dazmol ag'anab yotibdi. Nima bo'ladi? Yong'inga olib keladi. Ya'ni ikkilamchi oqibati. Lekin bino inshot turishi mumkin. Lekin siz ehtiyotsizlik oqibatida shunaqa ikkilamchi omilga olib kelishingiz mumkin. Shunaqa vaqtlarda fuqarolarimizdan har bir narsa so'rab qo'yamiz. Vahimaga tushmaslik, o'zini vazifasini to'g'ri bajarib, o'sha belgilangan joylarga xavfsiz nuqtalarni egallasa, hech qaysi bir fuqaromizda o'sha tan jarohati yoki bo'lmasa o'zini hayotiga xavf soluvchi harakatlar amalga oshirilmaydi. Odil aka, mana aytdingiz, biz mana shu Toshkent City'ning baland binolarida ham favqulodda holatlarda tayyorgarlikni tekshirib ko'ramiz deyapsiz. Misol uchun tog'li hududlar bu bizdan uzoqroq bo'lgan joylarda, masalan, cho'l yoki daryo bo'ylari. Shu o'rinda savol tug'ilyapti-da, agar chekka tog'li ekspeditsiyaga ham shunga o'xshagan narsaga chiqqan bo'lsa, Turizm rivojlanyapti o'zi shu ortiga chamadonni ilib chiqib ketgan bo'lsa, yo'qolib qolsa, qanaqa qilib qidiruv-qutqaruv ishlarini amalga oshirish mumkin? Xuddi shunday shu o'rinda shu narsada to'xtalib o'tishimiz kerak. Bizani Favqulodda vaziyatlar vazirligida aynan shu tog'da qutqaruvchilarimiz bor. Nafaqat biza shahar aholi zich joylarda, tog'li hududlarda ham bizning o'zidan qutqaruvchilarimiz bor. Mana misol uchun Zominda o'zlari maxsus otryadimiz bor o'rmonlarda. Chunki nimaga? Sayohatchilar o'sha joyga ko'p boradi yoki Bo'stonliqda. Biz har doim shu narsaga alohida e'tibor qaratib, u joydan endi mana narsa bizani qutqaruvchilar u joyni to'liq kartasini, to'liq hududni biladi. Qaysi joyda qanaqa, shuning uchun aytadi, birinchi bo'lib xabar berdimi, o'sha dispetcher undan to'liq ma'lumot so'raydi. Yoningda qanaqa daraxt bor, o'ng tarafingda nima bor, chap tarafingda nima bor, har narsani so'rab oladi. Bu narsani qutqaruvchiga yetkazadi. Bu orqali shu qutqaruvchi u joyi aniq biladi. Aniq biladigan aynan shu tochkani bilmasam, o'shanga yaqin hududda. Ya'ni shu yaqin hududga borib bilamiz, o'sha ovoz chaqirish orqali uni topib, yana o'sha belgilangan joyga chiqarib qo'yish choralari ham ko'riladi. O'zimizning usullarimiz ham bor. Masalan, tog'li hududlarda qor tushganda zondlab qidirish usullari, qutqaruvchilarning o'zini qidirib topish usullari bor. O'sha usullarni qo'llagan holda jabrlanganlarni qidirib topib, yordam ko'rsatib kelishyapti. Yordam ko'rsatiladi. Har bir O'zbekiston fuqarosiga. Bu qutqaruvchi tarafdan qilinayotgan ishlar. Masalan, o'sha hududda yo'qolib qolgan, aloqadan uzilib qolganlar qanday xabar berishi mumkin? Endi bu narsa boy aytib o'tdingiz. Yaqinlari tomonidan qidiriladi. Faqatgina qidiriladi. Mana misol uchun yaqinlari aytadi, "Mana bu joyga ketgan edi, shu joyda bizga qutqaruvchi tomonidan xuddi shunday qutqaruv jarayonlari amalga oshiriladi." Chekishdagi qutqarishga asosan bizda loyiha tuziladi, ko'ruvchanlik past. Cho'kib ketgan odamni qidirish uchun ular ma'lum bir kartalarga bo'lib hududni qidirib chiqadi qutqaruvchilar. Tog'da ham xuddi shunaqa. Tog' yo'llarini birma-bir o'sha boya yuqorida aytgandek zondlab qidirib chiqadi. Rahmat hammaga. Bugun biz dasturimizdan o'rin olgan mavzular muhokamasiga xolisona yondashdik. Tanlangan mavzu qancha ko'p odamga taalluqli bo'lsa, uning dolzarbligi shuncha ortadi. Hushyorlik va ogohlik nafaqat sog'lig'ingiz, balki umringiz garovi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvni tasvirga olishga bizga yaqindan yordam bergan BNB Media markaziga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz.